Qachonlardir teatr rejissyorlari tomonidan rad etilgan Choliqush asari keyinchalik turk kinoijodkorlari tomonidan qayta kino sahnasiga olib chiqilgan. Bugun sizlar bilan Choliqush asari asosida suratga olingan kinolar va seriallar haqida gaplashamiz. 1966-yilda Choliqushning ilk badiiy filmi suratga olinib, bu vaqtda bosh rollarni Turkan Saroy Feride obrazida gavdalantirgan. 1986-yil 7 qismli sizu bizga yaxshi tanish bo'lgan serial ekran yuzini ko'radi. Aydan Sener va Kenan Kavaf bosh rollarni ijro etgan ushbu talqin O'zbekiston va ko'plab mamlakatlarda ham mashhurlikka erishadi. 2013-yilga kelib roman zamonaviy talqinda yana serial qilinadi. Bosh rollarni Fahriya Evchan va Burak O'zchivit suratga tushadi. Bu variantda kitobga kiritilmagan qo'shimcha syujetlar va yangi sahnalar ham mavjud. Ushbu kino va seriallar ichida eng yaxshi variant deb 1986-yilda suratga olingan 7 qismli Choliqush badiiy filmi e'tirof etiladi, chunki u asardan qo'l o'zgartishlar kiritilmagan va asarga haqiqiy mashhurlikni olib kelgan kino sifatida gavdalanadi. Siz Choliqush serialini necha yoshingizda ko'rgansiz? Izohlarda yozib keting.